Selamünaleyküm emmege dostlar. Xudo xolasa bugun navbatdagi otoplaniyamizni bitirib topshirdik. Bu Xivada Qaradamoqda ekan. Zamondosh 16-uyda. Narimboy otaning uyindamiz. Bu xonadonimizga 10 yera batarya qo'yib berganmiz. Bu garaji. 10 dona qo'yib berdik garajini. Bunda keyingi joyimiz. 15 tane qo'yib berdik. Bu joyimizga 15 ni qo'yib berdik. Dersin malların için 1 milyon taş alsam. Yaxshi. Bu joyimizga 15 lat qo'yib berdik yine. Joylari почти bir xil ekan emas. Dalamiz katta bo'lgani uchun bu yoqqa 20 ni qo'ydik. Bu yoqqa 15 ni tashlab berdik yine. Bataryalarimiz Duralimin batarya 10 santalık 82 ming so'mlik batarya. Bu keyingi joyimiz. Kaç. Bu zalımız yine. Benim 20 lat taşak verdik. Vani insan 6 dana koyup vergenimiz. Kuxnaga bundan koyup verdik yine. Özlerine töpli pollar tartıp turgan ekan, töpli pollardan ülep, edinli nasozlara bilen birge koyup verdik yine. Kime şunday hizmetler gerek olsa ekranda nömerlere bağlanabilirsiniz. Xudo xolasa sizlarning ishlaringizdan shunday sifatlarni bildirib beramiz. Biraz Zolotskoy kotyol qo'ydik. Shunday nasozlar bilan hozir nasozlarni to'qadik qo'yibmiz. Hamma yerimiz samotoq aylanib turibdi. Fakat yolunu yanıp dur.